السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hammamizni yaxtımbar qilgan Rabbimiz Allohga hamd sano aytamiz. Bizga aql farosat bergan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo shukr aytamiz. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalomga Allohning salomini yo'llaymiz. Hammalardan mushu so'rinda, mushu yaxshi fursatda hamdimni bularga uchun intayin o'zimni xursand his qilaman. Allohning mushu so'rinda orqali bizni ko'rishtirganiga Alloh shukrini bildiraman. Alloh subhanahu va taolo shunday go'zal so'rinlarniki bu texmo taraqqiy qilishini bununla qatnashgan qarindoshlarga Alloh subhanahu va taolo manfaatli ilm berishini Allohdan so'rayman. Albatta bu yerda hem dunyoviy hem diniy masalalar qoldirilmay menimcha zikr bo'lgan hamma narsani qarindoshlarimiz so'zladi. Diniy masalalarni so'zlash uchun diniy olim bo'lish shart emas. Dinni tushunmaslik to'g'riligini tushundik. Mana doktor akamiz yaxshi masalalarni bizga kerak bo'lgan narsani oz bo'lsinmi ayta qisqa vaqtda yaxshi tushundirdi. Amaliyotda bizdagi kamchilik nima deganda biz Qur'onni bilamiz, hadisni bilamiz, faqat kitobdan bilamiz. Ammo uni amaliyashtirishda, uni tatbiqlash kelgan vaqtida tafakkur qilish, shuni zamonga va makonga loyiq holda tushunib, o'z loyiqli ish masalasiga kelgan vaqtimizda bizga qarshi qildik. Men biraz qo'shishni hojati yo'q, albatta munosib bo'lishingda bo'lsa-mu, bir tarixdan aslima hammamizga manfaat qilib emas, bu aslima degan bilmaydigan narsani deymaydiganlik emas, bilib bo'lgan narsalarni qayta aslatish orqali o'zimizga bir xil o'zimizning qalbida bor, lekin o'ziga chiqarmagan yoki tushunolmagan yoki ishilishni bilmagan bir necha nuqtani o'tirib qo'ymoqchi. Birinchi demoqchi bo'lgan narsam Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir so'zi bor, al-hikmatu dalatul mu'min degan. Yaxshi narsa, hikmatli narsa, foyda beradigan narsa mu'minning yo'qib qo'ygan go'rga o'xshaydi degan. Har qanday bir odam o'zining eng qimmatli narsasini yo'qib qo'ygan ahvolda shu narsani qaytib qilgan ammogacha uning xotirjamlik bo'lmaydi, uyqusi kelmaydi, rohatlanmaydi. Men bu ham mushakilashdan burun kichik qoldim, amaliyotda so'mkam unutilib qolgan ashxonada. Yo'ldan qaytib berib shuni o'ylab kelay deb shuning uchun qaytib bordim. Demak, u menga qimmatli narsa bo'lganligi uchun muhim albatta. Ammo buningdan men shaxsiy mening manfaatimga so'mkadagi kichikgina bir narsa menga bo'lgan shuni qaytib aklashga majbur edim. Demak, men o'zimning narsani shunday qadrladim. Demak, har bir inson o'ziga kerak bo'lgan narsani shunday qadrlasa, endi bu har bir o'zining shaxsiy manfaati bo'lgan narsa qadrlaydi, moddiy narsalarni. Lekin umumning manfaati bo'lgan narsa o'zimiznikidan yuqoriroq o'rnatiladi. Buni qadrlash kerak. Masalan, tarix so'zlandi, Ispaniyadagi musulmonlarning o'z vaqtidagi islomni hukmronlik qilgan vaqtidagi vaqaliklar so'zlandi, musulmonlarning hamma sohada ustunlik egalgan, yetilgan vaqtlar so'zlandi. Albatta to'g'ri, bu tarix. Yani bu nima uchun turiblar dinsizlarniki yoki islomning dushmanlarini o'tib qoldi degan bir nuqtani tushunishimiz kerak. Buni o'tib qilishi chunki islom dushmanlari ilm ilishga kelgan vaqtda, hikmat o'rganishga kelgan vaqtda mushu prinsipni, payg'ambarning mushu prinsipini eng to'g'ri ijro qildi. Ular o'ziga kerak bo'lgan narsalarningki musulmonlarning qo'lida bo'lganligini his qilgancha, "Men bilan dinga qarshilik, bu mening diniy dushmanim." Uni aniq biladi. Shuning uchun musulmonlarga qarshi nurg'un urushlarni qilgan. Salibiy urushlar deymiz. Bu biz qo'lda albatta bilamiz. Shunday quruqmi? Ammo mush musulmonlarning qo'lida meningki kelgusimda menga foydali bo'lgan, mening taraqqiy qilishimga sabab bo'lgan butun boylik musulmonlarning qo'lida. Buni cho'qim erishim kerak degan. Shuning uchun bular barliq kuchini sarf qilgan. Amtilikda biz o'sha narsani yana o'zimizga ishlatishimiz kerak. Sening dushmaning sendan qanday bir narsani usullarga hilmay olgan bo'lsa, uningdan sen uni elish uchun o'sha o'xshash prinsipni qo'llansa xatolashmaysan. Ba'zi bizda bunday bir tushuncha borki, musulmon diniy ilmida sahada cho'ng bo'lganlar o'quvchilarimiz bu kofirning bir narsa bilan bo'lmaydi. Xatarlik, gunoh yoki fosiqlik yoki kufr degan o'xshash bir qarash bor. O'zimizdan mana shaxsiy o'zimning misolida biz 85-yilda 12 yosh vaqtida Pokistonga chiqib o'qigan vaqtimizda ma'lum qarindoshlarimiz ingliz tilini o'rganib degan vaqtda ma'lum qarindoshlar bu tilni o'rganish kufrlik degan o'tirib chiqqan savollar. Shunchalik tushunchamiz o'rtada. Chuqur arabcha o'qish kerak. G'alaba qilish uchun, olim bo'lish uchun chuqur arabcha o'qish kerak. Chunki arabcha o'qigandan o'zi Qur'onni tushunsa deydi. To'g'ri? Qur'onni Alloh arabcha va arab tilida tushirgan va arabcha kelgan, uni tushunish kerak. Ammo uni tushunishdan boshqa bir yo'ldir bilan boshqa til orqali uni tushunishga bizga foydali bo'lsa, albatta shu tilni o'rganishimiz kerak. Hozir butun insoniyatga foydali bo'lgan
taraqqiyotga manfaat bo'ladigan, foyda bo'lgan narsa hammasi bizning qo'limizda emas. Bizning masalan kofirlarning qo'lida, aytib dushmanlarning qo'lida bo'lgan ekan, bizni uni erishish uchun hargiz ikkilanmasligimiz kerak. Buni olamiz degan vaqtimizda o'zimizningki e'tiqodini yo'qotib qo'ymaymiz hargiz. E'tiqodimizni saqlab qolish kerak, uni qo'llashimiz kerak. O'zimizni Alloh bilan bo'lgan muomalamizni, munosabatimizni yo'qotmagan, ojizlashtirib qo'ymagan asosda biz uni ola olamiz. Nurg'un narsa ola olamiz. Yana o'sha hadisni tasdiqlagan asosda. Bu hargiz gunoh bo'lmaydi. Hargiz bu gunoh emas, amaliyat islom shuni chaqirib qildi. Shunga bayon buni aytish sharaf tushuntirildi, mu'minninki mu'min bo'lish uchun, yaxshi bo'lish uchun bir nechta narsa mukammal bo'lgan vaqtda, jam bo'lgan vaqtda uniki yaxshi musulmon bo'lamiz. Alloh bilan bo'lgan munosabatimiz bir insonningki yolg'iz shaxsiy bir munosabat Alloh bilan bo'lgan munosabat. Ibodat qilish, namoz o'qish, boshqa qilish bu mening Alloh bilan bo'lgan munosabatim. Men namozni shunday chiroyli, go'zal o'qigan bo'lsam, kishilarning nazarida Alloh uni qabul qilsa bir bekor. Ro'za tutsammi, zakat bersammi, haj qilsammi, uni men Alloh rozi bo'ladigan yo'lda qilsam bekor. Bu faqat mening bilan Allohning o'rtasida munosabat. Uni Alloh men agar shunga loyiq bo'lsam mukofot beradi, xatolashgan bo'lsam jazolaydi. Agar men xatolashgan bo'lsammi, Alloh o'z karimi rahmatini meni kechirib, yana o'zining rahmatiga oladi. Ammo bu muomala masalasida bu insonlar bilan bo'lgan muomalada din al-muomala degan hadis bor Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam din muomalani ta'kidlab qo'ygan. Insonning insonlar bilan qilgan munosabati. Bu munosabatda biz u munosabat kimni qilishni qat'iy nazar munosabatni to'g'ri qilamiz, adolatni yaqinlaymiz, haq ustida turamiz, lekin foydalanish kelgan vaqtida hech qachon ikkilanmaymiz. Yani bu nimani biz Yevropalarda yashayotgan İslamning shunday ham tafakkur bilan, ham siyosat bilan, ham iqtisod bilan ham sahada tushunib yetgan mutafakkir olimlar bor. Bular shuni tashkil qildi, shu orqali musulmonlarning shu yashayotgan ravilarda o'ziniki hem İslamiyeti orqali, o'zining go'zal musulmonchilik orqali boshqalarni ta'sirlantirish, boshqalarni shu orqali dinga da'vat qilish usulini qo'llanayotdi. Alhamdulillah buning yaxshi ta'siri va natijasi bo'lyapti. Masalan, Avstraliyada dinga kirish nisbati yerlik shu kishilarningki shunchalik hozir yuqori qadr ma'novatida erler ve ayollar çalıştığında ayolların dinga kirish nisbati erlarnikidan yuqori. Amaliyotda dunyoda tashviqda er ayol munosabatida masalan barobarlikni deb İslam dinida ayollar oyoq osti qilinadi, ularga hurmat qilinmaydi, ular zulm qilinadi degan gap so'zlar bor. Agar kishilar shuni qaragan bo'lsa, ayollar har musulmon bo'lmasligi kerak. Yani ularning bir hukmni nima desa, uni o'qishni yaxshi ko'radi, kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Kitob qanday bo'lishini qanday o'qisa uningda inson o'zining yo'lini chin mustahkam qo'ygandan keyin har qanday kitob o'qisa uning foyda oladigan yerlar bor. Bularda qancha bir qarshi kuch paydo bo'lgan sari nima uchun degan bir savol bo'lar. Har qanday qo'ydi. Voy deydi. Nima uchun qildi bu? Mesela patlaş yüz berdi, tutuyorsunuzlar, Fransiyada bo'ldi. Mediada yomon cho'ng ko'rsatyapti, mesela musulmonlar unda qildi. Ammo mediani tushunadigan insonlar bor. Media hamisha yaxshi gap qilmaydi, to'g'ri gap qilmaydi. Bular faqat buni qilishi pul tepish, iqtisodni ilaqib. Chunki yaxshi bir xabar o'tirish qolsa, xalqlar uni ko'radi, onlaydi, oladi, sotib oladi, shuni bilan bularning puli taraqqiy qildi, iqtisodiy rivojlanishdi. Buni asos qildi. Ammo buni tushunadigan odamlar ko'p. Hammasi xabarlarchi bizga o'xshash, voy bunda qo'pti deblar media nima shu bo'yicha ketib qolmaydi. Bular buni ko'rib, uniki chuqur buni orqali bir yushirin bir sir bor buniki. Tekshirish kerak, o'rganish kerak deydi. O'qiydi, material ko'radi, undan bular aslida bu xato tashviq qilganda, undan shu yomon degan narsani o'zini tasdiq qilish kerak shular. Nurg'un maqolalar yoziladi, masalan shu miyada ham shaxsan o'zimning tajribamda nurg'un odamlar din o'rgangan, lekin Qur'onni tadqiq qilib, Qur'onda eng yomon deb o'ttirib chiqargan masalalar bor. Uqtuluhum haythu taqiftum degan oyat masalan, qayerda qolib o'ltiringlar deganda bir dinsizdan birisi tadqiqliq. Bu qayerda qolib o'ltiringlar desa, nima uchun dunyodagi kofirlarning soni ko'p? Mushu oyatga asosan 20 milliard musulmon har birisi birini odam o'tsa, dunyodagi hech bo'lmaganda 5 milliard nufusini tugatalaydi. Ammo bu Yevropada yashayotgan musulmonlar undaq emas. Deb uni tadqiq qilib, uning atrofidagi boshqa oyatlarni ko'rib, bu amaliyotda haq masala ekan. Zulm uchragan odam o'zining haq-huquqini talab qilish uchun harakat qilish kerak. Bu dinni yo'lga qo'yilgan narsa, xalqaro siyosatmi, xalqaro nima, iqtisod, international xalqaro qonunmi, o'tirib qo'yilgan uni ma'qullarga ham kishilarni shunga o'rgatadigan bir narsa ekan. Va bunda tadqiq qilib, buni tafakkur qilishi dinni qabul qiladi, ammo bularning dinni qabul qilgandagi dindagi hayoti bizning tug'ilib qilgan ishlarimizning hammasini keyin qilib qo'ydi. Hijrulimiz deb ularni. Ular masalan muomalada yolg'on aytmaydi, masalan, vasiyat qiladi, va'daga vafo qiladi. Biz musulmonlar tug'ilib, musulmon tug'ilganlar harakatlarimizdan nurg'un joylarda biz mana shu qilamiz. Eng aqlli bir misol yana biz masalan u yerda bir mashina olmoqchi bo'lsak, telefon qilamizda, to'rdan ko'ramiz, mashina chiqartiramiz, bahasini ochamiz, telefon olamiz. Olgandan keyin buni paralashgandan keyin u odamningki musulmonlik ishqalinib qolsa, sug'uymiz endi. Tabiiy sug'uymiz erishdik. Chunki bu yolg'on so'zlar, mashina xato ta'riflaydi.
agar yerlik ingliz talaffuzini qiluvda darajasidan. Bunda qilgan bo'lsa, unga berib uni ilish qiziqimiz. Nima uchun u hamma aybini %100 deb berib turib, Rossiya qilib turadi. Mana shunchalik ham ba'zi joylarda o'zining katta qo'ygan yeri shu. Ammo shu musulmon bashamizga qo'ygan musulmon bo'lishi mumkin. Zakat beradigan musulmon bo'lishi mumkin. Demak, biz mana amaliyotda dinni yaxshi tushunib deganlar yana qaytadan bir vaqt chiqarib dinni tushunishda zot bilan Qur'on hadisniki ayni unda tarjimasini qilib emas, payg'ambarning hayotiga, sahobaning hayotiga tatbiqlab, undan keyin shuni o'zimizning 21-asrda buni qanchalik tatbiqlaymiz, %100 tatbiq bo'ldi. %100 tushdi Qur'on karimda. Ta'limot %100 tushdi. Hech qachon Qur'on karim bizni qoldirgan kitob emas, albatta bizni yuksallantiradigan, taraqqiy qildiradigan, bizni hamma jihatda bizni dunyo va oxiratga vaqtga erishtiradigan kitoblar albatta Alloh Qur'on karimda masalalarni bayon qilgan. Men sizlarning oldingizda qo'ydim kechiraman. Yine ahirda her bilan kurashganligimdan va xususan bu ustozimizniki darsi inshaalloh Allohdan intayin mamnunman. Allah razı olsun.